Xitayning hökumət taratqularından Tangritag to'rining 7 mart kundagi sonida Beijingda ichilayotgan Xitoy mamlakatlik siyosiy kengashining 14 navbatlik birinchi umumiy yig'ini qatnashayotgan Uyg'ur dangliq usulchi Dilnar Abdulla Cunhua madaniyati qalblarga singib ketsin degan temada doklad bergan. Mazkur dokladning ovozliq nusxasi Xitoy taratqularida e'lon qilingan. Dilnar Abdulla so'zida Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping o'tirib qo'ygan Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, Cunhua madaniyatini Xinjiangga singdirish qatorliq yo'l yo'riqlarini Xinjiangni idora qilish va Xinjiangni taraqqiy qildirishdagi muhim strategiya deb madhiylagan. U mundaq degan. 习近平总书记指出，文化认同是最深层次的 Baş sekreter Shi Jinping madaniyatni tonish va eng chunqur tonishni ta'kidladi. U buni millatlar ittifoqligining yildizi, millatlar ijil inoqligining ruhi, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, yangi davrdagi Kompartiyaning Xinjiangni idora qilish yo'linishining eng muhim tarkibiy qismi deb ko'rsatdi. Biz Cunhua madaniyatini zimini keng bo'lgan Xinjiangga singdiraylik. Dilnar Abdulla yana atalmış Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish tashviqotining Uyg'ur diyorida yo'lga qo'yilish ahvoli haqida ayrim to'xtalgan. 文化润江工作开展以来， Bu rayonda Cunhua madaniyati o'rtaq ilmiy tadqiqot markazi qurilganligi, arxeologiya va tarix tadqiqotining Cunhua madaniyat an'analarini kuchaytirish uchun xizmat qildirilganligi, Xinjiang muzeyi, Xinjiang madaniyat sarayi, Xinjiang rasm ko'rgazmasi qatorliq maxsus o'rinlar qurilib, Xinjiang tarixining Cunhua madaniyatini namoyon qilish ko'znikiga aylantirilganligini alohida tilga olgan. 文化润江还处在起步 Bu 阶段。 dokladida atalmış Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish xizmatidagi yetarsiz taraflarni ayrim sharhlab o'tgan va buningdan keyingi xizmatlarda bu nuqtalarni kuchaytirishni alohida tashabbus qilgan. Undaqda Dilnar Abdulla ta'kidlayotgan Xinjiangni madaniyat bilan oziqlantirish, Cunhua millati o'rtaq engi barpo qilish deganlarning haqiqiy mohiyati nima? Xitoy hukumatining bu xildagi siyosiy tashviqotlari nima uchun har doim Xitoy amaldorlari orqali emas, balki Dilnar Abdullaga o'xshash Xitoyda tonilgan usul cho'lponlari, har sohadagi Uyg'ur sarxillari yoki Uyg'ur amaldorlarining eg'izi orqali o'tirib qo'yiladi? Amerikadagi siyosiy vaziyat analizchilaridan Chicago Universitetining takliflik professori, kishilik huquq advokati Tingbyo Apandi bu haqda mundaq dedi. 所谓的文化润江，所谓中华民族文化等等，这些东西在维吾尔人的问题上，这就是一种文化侵略。 Atalmış Xinjiangni madaniyat bilan oziqlantirish Cunhua millat o'rtaq gavdisi deganlarni Uyg'ur masalasiga tatbiqlaganda bular madaniyat tajovuzchiligi va madaniyat qirg'inchiligining dal o'zidir. Ular bu atalg'ular orqali Uyg'urlarning madaniyat an'anasi, diniy e'tiqodi, turmush odati qatorliqlarga qarata tozalash olib bormoqda. Ularning yetmoqchi bo'lgan nishonimi Uyg'urlarning madaniyat kimligi, milliy kimligini va diniy e'tiqodini suslashtirish. Ammo Xitoy hukumatining Uyg'ur sarxillarini tepib kelib, ularning eg'iz orqali Uyg'urlarning Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, Cunhua madaniyat deganlarni qarshi oladiganligini so'zlatishining o'zini zulm uchrayotganlarni zulm qilg'uchiga madya o'qitish desak bo'ladi. Bu xil majburlashning orqa ko'rinishi to'liq qo'rqinchli. Bular qaramoqqa noita hayvatlik va abstrakit uqumlardek ko'rinadi. Ammo uning orqasiga yoshiringani qo'rqinch va zo'ravonlikdir. Bu xil zo'ravonlik avjiga chiqqanida zulmga uchraguvchini zulm qilg'uchiga madya o'qitish darajasiga berib yetadi. 让中华民族共同体意识根植各族人民心灵深处。 Xitoy mamlakatlik siyosiy kengash yig'inida Dilnar Abdulla oxirgi so'zlarini Cunhua millati o'rtaq gavdisi engi har millat xalqining qalbining cho'nqur qatlamlariga singib ketsin degan dabdablik shiorlar bilan oxirlashtirgan. Tingbyoning qarashicha Dilnar Abdullaga o'xshash Uyg'ur sarxillari bo'lsin yoki Uyg'urlardan chiqqan hukumat amaldorlari bo'lsin va yoki odatdagi Uyg'ur fuqarolari bo'lsin, navbatdagi vaziyatda ularning nima deyishini tanlash huquqi yo'q ekan. Tingbyo bu haqda yana mundaq dedi. 这维吾尔人无论是官员还是普通的维吾尔人，
他们实际上都没有多少选择. Uyg'urlar uchun aytganda mayli u hukumat amaldori bo'lsin yoki oddiy fuqaro bo'lsin, ularning so'z jihatda tanlash huquqi yo'q. Bo'libmi odatdagi Uyg'urlar uchun aytganda agar ular moslashib o'yin o'ynamasa, ular urug' avlodlarigacha yo'qotilish qismatiga uchraydi. Uyg'ur amaldorlarini elib aytsak, bir tarafdan ularning har qaysisining ahvoli o'xshamaydi. Ularning ba'zilari qo'rqinish ichida vijdoniga xilof ishlarni qilishi mumkin. Yana bir qism Uyg'ur amaldorlari bo'lsa, o'zlarining sadoqatini ifodalash va xizmat ko'rsatishga uringan bo'lishi mumkin. Tanbiyonning ta'kidlashicha, Xitoy Kompartiya hukumati o'zining Uyg'ur siyosatini oqlashda Uyg'ur amaldorlari orqali G'arbning ayblashlariga taqabul turib kelmoqda ekan. U mundaq dedi. 在新疆党政部门工作的维吾尔官员 Şinjan'da Kompartiya ve hükümet organlarında işleydiğen Uygur amaldorlar daim Xitoy Kompartiyasi tarafidan G'arb dunyosiga qarshi tashviqotga selinyotidi. Ular hozir bu xil tashviqot orqali o'zining rayonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini yo'shirishga urinayotidi. Ularning maqsadi nihoyat aniq. Bu yillarda xalqaro jamiyat kishilik huquq tashkilotlari G'arbdagi demokratik davlatlar Xitoy Komünist hükümetinin rayondaki ırkı qirg'inchiligini qattiq aybladi. Xitoy Kompartiyasi bo'lsa Uyg'urlardan foydalanib xalqaro jamiyatning tanqidiga taqobil turmoqda. Bu ahvol zodila to'xtab qolmadi. Amerikaning Avay shtatida turishliq tadqiqotchi doktor Henry Shejavskiy apandining qarashicha, Xitoy Kommunist partiyasi uzun yillardan buyon Uyg'urlarni o'z tashviqotining quroli qilib kelmoqda ekan. I think that the Chinese Communist Party has a long history using Uyghur individuals to give credibility to its policies. We can think about Meningcha, Xitoy Kommunist partiyasining bu jihatdagi uzun bir tarixi bor. Ular Uyg'urlar orqali o'zining siyosatini tashviq qilib kelmoqda. Buningda biz ilgarigi tarixlarni eslab o'tsak bo'ladi. Masalan, Qurban Tulum Xitoy Kompartiyasining eng uzun vaqt qo'llangan tashviqot modellarining biridir. Xitoyning Uyg'ur diyoridagi bu xil tashviqot tarixi bek uzun. Bu xil kishilar faqat siyosiy tashviqot ehtiyojidan foydalanib qilinmasdan, balki yana iqtisod madaniyat sohalaridami foydalanib kelinmoqda. Shundoq, bu uzun bir tarixiy davrda shundoq bo'ldi. Ular Uyg'urlardan foydalanib o'zining tashviqotini qilib kelmoqda. Henry Shejavskiy apandining qarashicha, Xitoy hukumati ta'kidlab kelayotgan atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi eng degani, hargizmi Xitoydagi hamma millatlar baravar deganni ko'rsatmaydi ekan. Aksincha, Xitoy bo'lmagan millatlarni xitoylashtirish bu tashviqotning negizi hisoblanadi ekan. U bu vaqtda yana mundaq dedi. Zhonghua Minzu doesn't mean that everybody has equal representation. What it has is Zhonghua millati deganlik Xitoydagi hamma millat barobar deganni bildirmaydi. U Xitoy millatchilik ideyasining ifodalanishidir. Xitoy hukumati hozir buningdan foydalanib Uyg'urlarning urf-odatini, kundalik yashash odatlarini ateistik ideya orqali dindan yiroqlashtirmoqchi. Uyg'urlarning diniy e'tiqodini yo'qotmoqchi. Ular amaliyotda Uyg'urlarni kontrollik ostiga olmoqchi. It demonstrates to the Uyghurs that the policies of the CCP have been successful in the Uyghur region. Henry apandining bildirishicha, Xitoy Kompartiya hukumati uchun aytganda, Uyg'urlar orqali o'z siyosatini tashviq qilish uning uchun texmi unumli va oson bo'lgan usullardan hisoblanadi ekan. Xitoy hukumati yaqinqi yillarda o'zining Uyg'ur rayonidagi irqiy qirg'inchilik siyosatini oqlash uchun Shuhrat Zokir, Erkin Emirbaqi, Zulayat Ismoilga o'xshash Uyg'ur amaldorlarini chet ellarga avatib, ularni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inlarida so'ziltib, Xitoy hukumatining Uyg'ur siyosatini oqlash faoliyatlarida bo'lgan edi. Undan boshqa, yaqinda Uyg'ur avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyazning Angliya va Belgiyada ziyarati bo'lganligi haqida xabarlar tarqalib, muajiratdagi Uyg'ur jamoati, Uyg'ur tashkilotlari va kishilik huquq organlarining qattiq qarshiligiga uchragan edi. Shu sababdan Erkin Tuniyazning Yevropa safari amaldan qolgan edi. Tanbiyo apandi Xitoy hukumatining Uyg'ur hukumat amaldorlarini G'arb demokratik davlatlarga avatib, ularning ig'izi orqali o'zining siyosatini oqlashga urinayotganligi haqida yana mundaq dedi. 他派维吾尔官员去访问西方，就是想要对西方国家进行羞辱。
Ularning Uyg'ur amaldorlarini g'arb davlatlariga avatib, ularni so'zilishidagi maqsadi g'arb davlatlariga taqobil turish va ularning ayblashini masxara qilishdir. Chunki bu amaldorlar insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganlar, irqiy qirg'inchilik jinoyatiga moslashib berganlar edi. Ularning ba'zilari yana g'arb davlatlari tomonidan jazo e'lon qilinganlar edi. Agar Xitoy Kompartiyasi bu amaldorlarni muvaffaqiyatli holda ularga embargo qo'yiladigan davlatlarga avatsa, u holda bu g'arb davlatlariga va xalqaro kishilik huquqqa qilingan intayin cho'ng masxara bo'lgan bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xitoy hukumatining usulchi Dilnar Abdulladan foydalanib o'z tashviqotini qilayotganligi haqidagi programmani angladinglar. Mehribon tayyorladi.